O'zimni farzandim ikkala fandan ham milliy sertifikati bor. Farzandingiz hozir Buxoro Med akademiyada o'qiydi. Nega aynan shu o'quv markazini tanladingiz? Farzandim tibbiyot institutiga kirishi oldiga maqsad qilgan. Buxoro Med akademiyada 10 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan pedagog mutaxassislar dars beradi. U yerdagi mutaxassislar qiyin murakkab mavzularni ham oson tushuntirishi meni hayratda qoldirgan. Sizlarni farzandinglarni ham o'sha Buxoro Med akademiyasiga tayyorlovga berishingizni tavsiya qilamiz. O'zingiz ham tibbiyotda ishlaysiz. Farzandingizni bizga ishonib topshirishga nima undadi? Ha, bu juda muhim savol. Men yaxshi bilamanki, bilimsiz joyda vaqt bekor sarflanadi. Shu sabab ishonchni faqat natija bilan o'lchayman. Bu borada Buxoro Med akademiyasi meni ishonchimni to'liq oqlayapti deb ayta olaman. Dastlab qanday fikrda edingiz, hozir esa qanday natijani ko'ryapsiz? Boshlanishida har bir ota-ona kabi shubha gumon bo'ladi albatta, lekin bu o'quv markazi har hafta blok test imtihonlari olib, bizlarga natijalarni ko'rsatib kelyapti. Birinchidan yondashuv. Ustozlar nafaqat dars berishadi, balki tarbiyaviy jihatdan ham bilim berishadi. Ikkinchidan, Buxoro metodikasi asosida tibbiyotga alohida e'tibor qaratishadi. Akademiyamizni boshqalarga tavsiya qilganmisiz? Allaqachon qilganman. Hatto 3 ta hamkasbim shu o'quv markaziga farzandini berishadi. Nima uchun? Chunki bu yerda reklama emas, natija gapiradi. O'zimni farzandim ikkala fandan ham milliy sertifikati bor.